Rahmat, qarama menga. Men qarayman. Yo'qsillarni telefon, olmam chipsini odam zerikib ketdi. Shalla bilan o'tirib. Men qara jo'mi? Temalashinglar, tema bormi? Ato hal qilsa bo'ladi, lekin. Abdurahim nima deysan sen? Nima hal qiladi unda telefon. Ha, telefon qilchi. Alo, bolta. Qalbusi zo'r bo'lardi. Hal qiladi Ancha bu. bo'ldi lekin. Hal qiladi. Ha, bir o'tiringlar endi. Bo'ldi. Lakatsa tashab qo'ydi rasm bilan. Shuni borib olib kelish kerak. Borib kela olamizmi? Menda gazim yo'q, benzinim ham yo'q, gazim ham qolmagan, hamma o'chirib bo'lib yotibdi. Nima qilamiz hozir? Ya Abdurahim, sen nima qilyapti xatda u? Kam yegandek istedi, hozir men bitta telefon qilib gaplashib ko'rchi, bo'shmi? Bilon bo'lmasa bo'ldi, ish qilib. Yo'q, hozir hal qilamiz. Allo. O'tirib qilmalaring. Kam tuzug'misa? Qattasan? Ha, men senga Telegramingga lokatsiya bilan rasm tashab qo'ydim. Sekin tushuntir. O'shani olib kelib bergan, ha, pitakimizni bilasan, o'sha yoqqa olib kelgan ukam. Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, men gaplashdim, hozir olib kelib beraman aka dedi. Mana qara, do'dirsiramidimi ukang? Ya, do'dirsiramidi. O'zingga o'xshaganmi ish qilib? O'zimga o'xshagan. Do'diramasa bo'ldi. Xotirista qilmalaring zo'r bo'ladi hamma. Hammasi yaxshi. Ha, masjid bo'lsa kerak akam aytgan joy. Akam aytgan joy masjid bo'lsa kerak. Akamga telefon qilsammikan? Cho'nggacha men senga qiluvdim, tamam uka? Men buni azgina ishlatga. Qilmayman. Kallam ishlaydi-yu. Mana bolalar lokatsiya ham keldi. O'jbo, shuncha narsani qachon tugatamiz? Bir maza qilaylik debsan-da. Ha, gap yo'q, mayli, instrumentni ol, qani instrument. Bu tayyor. Qani? O'chiringmi? Ha, ochib Qo'ymashin. Shu yo'qmi shunday? Nima keldim? Ichiga bor ekan uni. Chiqon yegan bo'lsa kerak. Nima o'ylandi? Voy. Nima bo'ldi? Banan to'chog'i, ha? Voy. Keldimi? Bu nima olib keldi? Ish bo'ladi-ku. Va mana yu. Voy. Mana yu. Alchiqdi. Nima bu? Qani qatimi? Nima o'qish yo'lingani? Yo'q, olib kel menga. Qani ko'z o'ynagim. Salom xat. Sevgilim Nafisaga. Voy. Nafisa. Meni kechir, men seni tashlab ketmoqchi emas edim, sen meni tashlab ketding.